Tak, hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tak, bugungi zilkamiz rekapini chiroyli qilib birgalikda ko'rib boramiz, ya'ni 6-oy 4-iyun funtdagi zilkani birgalikda xudo xolasa rekap qilamiz, xudo xolasa. Esinglarda bo'lsa, bugun kundalik tahlil chiqargan edim, ya'ni hali Londondan keyin overlapda kundalik tahlil chiqargan edim, ko'ringlar deb. Va Dixway'da SMT ko'rgan edim. SMT ko'rgan edim. Daily'dan tushib keladigan bo'lsak, Daily'da SMT undan keyin order block narxi qaytaryapti va pastgacha sell side'largacha hujum qildiramiz deb aytgan edim va undan keyin 1 soatlik time frame'dagi FVG zonadan narx xudo xolasa reaksiya bersa, yevro bilan funtda buy ishlaymiz degan edim MMXM modeli bo'yicha. Va xuddi shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni 30 minutlikda bizda FVG zona bor edi, ya'ni FVG zonadan juda ham chiroyli reaksiya oldi. Va undan tashqari bizda bu yerlarda SMT berdi va SMT berib turib funt bilan yevroda juda ham chiroyli ssenariylar qilib berdi. Ya'ni funt yevro bu yerda 15 minutlik FVG dan juda ham chiroyli reaksiya oldi. Undan tashqari bitta order blokdan reaksiya olib ketayotdi. Mana ideal bo'lib reaksiya olib, ya'ni MMXM modelini yakunlash uchun ketayotdi va endi oxirgi yo'nalish bu yer bo'lishi mumkin, ya'ni bayga. Funtga oladigan bo'lsak, bugungi zelkamiz, ya'ni funtda ko'rsatmoqchiman sizlarga. Xo'p, Discordga o'tadigan bo'lsam, mana, ya'ni 1 minutlikdan bu yerdan savdoga kirilgan. Mana oldindan bo'limimga tashlaganman, ya'ni 0.5% risk ketdi, efirda devordim va undan tashqari mana fix qilingan va tepa zonalari gapirilgan. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda SMT. Hozir uni ham aytib o'tib ketaman. Va mana ko'rib turganlaringdek, birinchi tepa ham olingan, full tepa ham olingan. Xuddi shu ssenariylarni birgalikda hozir ko'rib boramiz, xudo xolasa. Xo'p, 1 minutlikka o'tadigan bo'lsak, 1 minutlikda bizda bozor juda ham chiroyli harakatlandi. Ya'ni bizda BPR'imiz bor edi bu yerda. BPR IFVga, ya'ni chiroyli tochkamiz bor edi. Bu tochkadan ideal harakatlandi va SMT berib turib tepaga impuls bilan narxni otib yubordi. Va ko'rib turganlaringdek, bizga imkoniyat berdi. Ya'ni bu SMT, bu zona ishlaganini ko'rganimizdan keyin 1 minutlikda va 1 minutlikdagi FVG zonani kutdik. Ya'ni bu impulsdan keyin bitta FVG qoldiradi va shu FVG dan savdoga kiramiz degan maqsadda kutdik va ko'rib turganlaringdek 1 minutlik FVG dan savdoga kirdik. Xo'p, undan tashqari bu juda ham chiroyli tepaga ketdi va bitta qaytishi lowdan highga OT tortsak, adashmasam OTga ham to'g'ri kelib qolsa kerak. Pastga o'tiga to'g'ri kelibdi. Premium diskount tortsa ham, premium diskount zonaga narx bitta kelgan. Va bu narxni bitta tashlaydigan nuqtasi bu yerdagi zona bo'ldi. Ya'ni order block. Biz bu order blokdan, ya'ni bu order blokdan bizda savdoga kira olmaganlar ham qo'shilib kirganlar bo'lsa yana dalifga qilib, xullas ideal bo'ldi. Ya'ni bizga bozor bugungi kunda shu ssenariyda ideal berdi. Ya'ni 1 ga 3 o'sha 1 ga 4 zelkani ideal qilib berdi. Va 5 minutlikda yanada overnight tasdiq bo'lganini sababi bizda 1 minutlikda SMT bor va 5 minutlikda yana SMT bo'ldi. Bu biz uchun juda ham kuchli naqa berdi, tasdiq berdi va mana bunaqa yo'nalish bilan bizda SMT bo'ldi. Shu SMT bo'lgandan keyin biz yanada overnight bo'ldik, savdoga kirdik. Ya'ni yangilikda savdo qilmaymiz. Yangilikdan oldin yarim soat oldin kirib oldik va shu bilan o'tirdik va yangilikda sekin tepaga yurib, otib, bizning yo'nalishimiz bo'yicha targetimiz tomon harakatlandi. Ya'ni bizdagi 1 soatlik targetimiz bizda baribir birinchisi bu edi. Ya'ni equal high range'dagi chiroyli buy side va ikkinchisi bu buy side tochka edi. Va bizdagi 1-2 tepalar shular edi. Va shular bo'yicha biz ham savdoga kirdik, ya'ni bir tepa va fix qiladigan tochkamiz bu yerda va bitta qaytishiga dal shu naqa qiladigan tochkamiz bu zona bo'lgan edi va ko'rib turganlaringdek, adashmasam 1 ga 6 chotki zelka berdi bozor. Ya'ni bugungi 1 ga 6 zelkani idealini berdi va ko'rib turganlaringdek, ag'ir lowdan highga o'tdi va impuls yana kelib bitta qaysidir pidere zonadan reaksiya va tepaga qarab impuls. Nima uchun bu ssenariy olingan sababi Dixway'da 1 soatlik zonadan ideal bunaqa tushishdan keyin, mana bunaqa yiqilib bunaqa tushishidan keyin bizga qiziq bo'ldi yana bu sell side'ga hujum qilish va ko'rib turganlaringdek shu FVG dan keyin mana bu yerda SMT'lar ko'rib funtlarda savdoga kirdik va Dixway'dagi mod tushishdi. Funtda bo'lsa mod chiqishda ushlab oldik. Xudo xolasa bugungi rekapimiz shulardan iborat edi. Agar kimgadir
ma'qul kelgan bo'lsa juda ham xursandmiz. Nima uchun sabab nima uchun kirilganini men maksimal darajada tushuntirib berdim. Ya'ni bizda pastda bitta PDR zonadan reaksiya oldi va bu impuls 1 uchun bizga bitta tasdiq bo'ldi va tepaga ketdi va buni lowdan highga OT tortadigan bo'lsangiz, OT ichiga to'g'ri keladi mana. OT dan reaksiya bo'ldi. Biz savdoga kirmadik. Bu zonani biz kirish sifatida o'tkazib yubordik va SMT ko'rdik. Endi ikkinchisini ushlashga harakat qildik va ikkinchisidan tepaga bam o'sib yana bitta bam otib turib, bitta tushib turib FV ga qoldirdi. Bu yerdan ham savdoga kira olmagan bo'lsangiz, atak bizda bu yerdan imkoniyat berdi. Bu yer imkoniyat bergan joyi 5 minutlikdagi order block edi. Va bugungi tradeimiz va Discorddagi live trade'dagi TP ham shu sababli 1.6 сделки 0.5% risk qildik. Buni kanalga ham natijalar tashladim. Kanalda ham o'tib ko'rsanglar bo'ladi va bu ideyalarni kundalik tahlilda ham berganman. Ya'ni kundalik tahlilni ham bitta yaxshilab ko'rsanglar, mana zonadan sizlarga buy berilgan, ya'ni yevroda esa bu zonadan buy berilgan edi. Ko'rib turganlaringdek, bugungi kundalik tahlilimiz ham ideal adrabotka qildi. Так что hammaga rahmat. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa kommentariyada yozib qo'yasizlar. Tan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat.